Do'stlar, telefonni mahkam ushlab olinglar. Men sizlarga emotsiya beraman. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Kecha qo'ygan videomiz 6 ta prosmotr bo'ldi. Birinchi kundan yomon emas va biz ikkinchi kunni boshladik. Bugun sizlarga 2 ta 3 ta ajoyib narsalar ko'rsatib qo'yaman. Qani ketdik bo'lmasam. Buni qaranglar. Buni qaranglar. Men muharraman. Kiradi deb o'ylayapsanmi? Qayerga kiraman men? Mana. Mahmud bitta xonasi bor. Nimadir bo'ladi hozir. Bunga nima deysizlar? Wow! Hali derazadan o'q kiradi-yu, zombilar. Mana. Bu yoqqa borib kelish kerak, da. Nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti bu yerlarda? Mana bu joyga alohida. Bunu qaranglar. O'zbekmanda baba akalab buni qaranglar. Men unaqa joyga keldim-da. Xilvat. Zombilar olinadigan joyga keldim-da. Mana bu bitta xonasi bor. Mana bu bitta xonasi bor. Bekib men bora olmayapman. Kapita xuddi bu yerdan birov chiqib qolsa, qo'limga tosh olibman-da. Xuddi tosh bilan urib, bu narsa qilib qo'yadigan. Tosh olganim yo'laymi qo'limga. Shuncha narsa turib, yurib bir ishlasa o'laman. Tosh olganim yo'laymi? Xullas do'stlar, zombi kino bor. Shuni emotsiyasini beradigan joy bor-da. Qaranglar. Men bu yerdan kira olmadim hozir. Da. Bundan ham yomoni. Mana bu qaranglar. Buni qaranglar. Bu yoqqa ketsangiz bo'ladi. Chegarasi yo'q. Duxum yetmayapti, короче. İçinden nima o'tib ketganini o'zim bilyapman. Mana. Realniy ana zombi seriallari, kinolar olaman-da. Bu yerdan tepaga chiqish kerak ekanda. Ikkinchi etajga chiqadigan joy bor. Maksimal ko'rsatishga harakat qilaman. Bu ikkinchi etajga emas ekan, podvolga ekan bu. Короче, tinchgina qochaveraylik. Do'stlar, buni qaranglar. Sizlarga nima ko'rganim. Buni qaranglar. Uni ko'zini qarang, uni ko'zini. Voy, jonindan buni rangi, bor-ku, rangi alohida tegmadi. Buni qaranglar, balonlarni qaranglar. Voy, buni qaranglar. Mana bu alohida narsa, benzin quyadigan joy. Buni qaranglar. Voy, buni ichini qarang, ichini. Yangi turibdi-da. Mana qaranglar. Yangi. Umuman sotilmaydi-ku. Nima deyapti? Hurmatli do'stlar,
Bugungi kunimiz faqat qo'rquv bilan o'tdi. Hozir ozgina asablar joyiga tushib olgan. Buni qaranglar. Ha. Bizda endi ujinimiz. Bularda nonni shunaqa bo'ladi. Mana. Bu non magazinlarda shunaqa nonlar sotiladi. O'zimizning o'zbekskiy nonlardan kamdan kam holatlarda bo'ladi. Kamdan kam holatlarda uchraydi. Bu taqam itini qaranglar. Nima bu jimmi? Jim yurib ketayotganga o'xshaydi. Shunaqa ob-havo normalniy pagodaga. Shunaqa qilib cho'chib o'tiribmiz. Qanday? Hali ko'p joylarni ko'rsataman degandim. Bugun qo'rqinchli joylarga boryapman. Ko'zimdan yosh ketmayapti hali. Yo'llarni videoga ola olmayapman. Avtobuslarni videoga olib ko'rsataman. Hali nima qilib qo'mrayishadi videoga olib yursiz. Nima bo'ldi ekan deb mana pagodamiz. Shunaqa gaplar. Kelinglar. Ozgina bo'lsa ham choy ichamiz.